Ovozing chiqadigan bo'lsa, shu pichoqni chottingdan tortib bo'g'zinggacha olib boraman, tushundingmi? Amaga yordam bering. Nima bo'ldi? Oyim. Oyis qayerdalar? Yuring. Mana qarang. Siz shu yerda turib turing, xo'p? Oyizga hech nima qilmaydi. Xo'pmi? Shu yerda qimirlaning. Tinchlik bolalar. 3 kishi bo'lib, bitta ayolga tegajonlik qilyapsizlar. Kuchli bitta ayolga yetdimi? Voy mujik, sen aralashma. Tushundingmi? Nima, senga problema kerakmi, ukam? O'ziga hech nima qilmadimi? Rosa qo'rqib ketdim. Rahmat yordamingiz uchun. Oya. Rahmat amaga. Uyinglar qayerda? Tashlab qo'yaman. Uyimiz Uzoqroqda, viloyatda. Kvartira pulini to'lanmaganimiz uchun chiqarib yuborishdi. Yo'q, unda yaqin o'rtada mehmonxona bor. Yuringlar, tashlab qo'yaman. Uylanganmisiz? Ha. Sizni ham mana qizimga o'xshagan shirin farzandlaringiz bo'lsa kerak. Xotinim bilan 3 yil yashab ajrashganman. Farzand yo'liga. Uzr. Yetib keldik. Ketdi, yuringlar. Keling, mana shu olaman. Xo'p. Bugun bemalol dam olib, ertaga yo'lga chiqaverasizlar. Taksini o'zim gaplashib qo'yganman, yo'ligacha olib borib qo'yaman. Mana bu kamkursizga ishlatasiz. Mayli, yaxshi dam olinglar. Shunchalar qimmatmi, shu pulsiz zulmatmi? Boylik eng ulug' ne'mat, yo'qmi inson qiymat? O'ylab qolaman o'tkinchi olam, mol dunyoga buncha och bu odam. Cho'ntak bo'sh bo'lsa bosma qadam, mensimasdan qarar ko'z qiridan. Sezmay qolaman aldaydi odam, qo'rqmay